Hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan birgalikda ovqat pishirib, bitta mavzu to'g'risida gaplashamiz. Bir davlatda erkaklarning ustidan ilmiy tadqiqot o'tkazishadi. Unga ko'ra, erkaklar ayollarga o'xshab yashashlari kerak bo'ladi, aynan dekretda o'tirgan ayollarga o'xshab. Ya'ni nima qilish kerak? Farzandga qarash kerak, ovqat qilish kerak, uy eplash kerak bo'ldi. Aytgancha bu eksperiment Yevropada bo'lgan. Ovqatni sariyog'da qilsa dahshat chiqadi. Va tadqiqot davomida 30 ta erkak qatnashgan ekan, lekin tadqiqotni oxiriga borib 30 tadan atiga 15 ta erkak qolibdi. Piyoz so'ragandim, ko'zlarim yoshlanib ketdi. Qizlar, bizani ko'zlarimiz faqat piyozdan yoshlansin. Avf. Nimaga tadqiqotda oxiriga kelib atiga 15 tadan qoldi desanglar? Chunki hamma ham dosh bera olmagan. Bir necha marta kechqurun bilan uyg'onib chiqqanligi uchun ularda surunkali charchoq, bir necha marta ovqat pishirish kerak bo'lganligi uchun gaz plitani yoqish eslaridan chiqib qolishi va shunga o'xshagan ozgina tushunarsiz holatlar juda ham ko'p bo'lgan ekan va ular atiga 15 kun chidab berishgan ekan. Tushunishinglar uchun bu ishlarni ayollar yillar davomida qiladi. Sizlar ish qilayotganinglarda orada ko'rsanib qo'yasizlarmi? Bitta narsani o'ylab qoldim-da, Yevropada faqat er bilan bolani eplash kerak bo'lsa, bizani o'zbek ayollarimiz nafaqat uy yumushlari, qaynona qaynota, bir nechta farzand hammasini eplashadi-ya. Barakalla o'zbek ayollariga. Hozir bitta aqlli kelib olib, "Cho'chib yig'vasangiz bo'lmaydimi? Fardo taqib olsangiz bo'lmaydimi?" dedim. Qizlar, cho'chim ovqatga tushsa ham sizlar yemaysizlar, xotir olmanglar. Fardoga keladigan bo'lsa, yuvilmagan ekan-da. Agar jira asabiylarga tegayotgan bo'lsa, olib beringlar, lokatsiyani ichkiga tashlab yuboraman. Bu tadqiqot to'g'risida sizlarga aytib berib, ayollarni ustun qilib ko'rsatmoqchi emasman, aslo yo'q. Bilamiz, ayol kishi baribir ojiza bo'ladi va hayotda eplolmaydigan ishlari ham albatta bor. Shunchaki mana sizlarga hozir javobim pastda bolam injiqlik qilib turibdi. Bu ayol kishi uchun albatta stress. O'shanga yaxshi ko'rishinglarni aytish esingizdan chiqmasin, zero butun dunyodagi go'zallikni ayol, ona yaratadi.